Assalomu alaykum hammaga. Bizning do'konimiz hozirgi kunda trend bo'lib turgan, ko'pchilik so'rab turgan kalta paltolardan oldirganmiz. Hozir shu videoda birato'la obzorini ishlab, shu bilan birga bahosini ham skidga aytib o'tamiz sizlar uchun. O'zingiz ko'rib baho berasizlar. Do'konimizga kelib bemalol kiyib ko'rib, yaksa xarid etishlaringiz mumkin. Hammangizni kutib qolamiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, like bosib turinglar. Videolarimizda oldinda sizlarga qish, bahor mavsumida zo'r narsalardan oldirganmiz. Videolarni birma-bir chiqarishda davom etamiz. Shubalarimizga skidga beradik. Bundan burungi videoda 600 ming so'mdan uzunlari ichlarida bilonkali, bo'yi uzun xilisi o'zi 1 million 950 sotilgan narsalar. Kalta shubalarimizni alasa 500 ming so'mdan qo'yib qo'yganmiz. Razmerlaringiz bor, kelib xarid etishlaringiz mumkin. Har xil modellari bor. Bizani qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammangizga rahmat. Hammangizni kutib qolamiz. Do'konimiz 4 bozorida 430-432. Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlarimiz. Do'konimizga shunday kalta paltolarimiz keldi. Kaptallar shunday modalatib ishlangan. Qo'limdagi, bo'ynimdagi lamalar olib qo'yiladi. Elde knopkali 550-500 sotganmiz, 450 ming so'mdan qo'yib beramiz bahosini. Shunday temir aksiyotimiz bor. Bularning razmerlari 40 dan 50 ga chiqadi. Shunday yenglarni, ikki sayanlarni qo'shla qo'yilib ishlangan. Yarki oq emas, sal boshqacharoq svet.